Tak 20-25 yoshlarimiz eslayman ancha-muncha. Nima kelib qolsa, shunchalik o'zimizga sig'may qolsa yugurib qo'yardik. Shu paytlari oyog'imizni sezmasdik ham oyoqni. Oyoqda og'riqdi, oyoq bor yo'qligini ham sezmasdik. Yuguraverardik. Tez bo'lsa tez, sekin bo'lsa sekin, xullas. Lekin shu paytda bizda dihaniya bo'lmagan. Dihaniya tez-tezli dihaniya o'tirib qolardi. Sog'liq ham pazorat qilmagan. Yo'q, sog'liq emas. Jilaniya bo'lmagan. Dihaniya bo'lsa, o'zi ochib yugursa bir kun, 2 kun shu paytlar. Hozir mana endi hozir 1 oy, 2 oy kerak vasalmay bo'lgan. Lekin shu paytlar 1-2 kun harakat qilib qo'ysak, shu paytlari nima ochilib ketardi, dihaniya ochilib ketardi. Keyin bo'lardi. Keyin oyoqlar ham baquvvat bo'lardi, mustahkam bo'lardi. Sog'liq ham mana lishniy veslar bo'lmasdi. Xullas, fikrlashimiz ham unaqa tor fikrlab qolmasdik. Xullas, sportdan uzoq odam doim tor fikrlar ekan. Men o'zim shu darajada intellektual shu darajada o'zimni intellektimga bunday aytganda ishonardimki, hammani nimam bilan o'zim intellektim bilan anaqa teng keltirolmasdim. Как будто odamlarda intellekti menikidan ko'ra past ko'rardim doim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu paytgacha. Lekin hozir shu narsani tushunib yetdimki, yo'q. Aslida hozirgi kundagi yashovdagi hozirgi kundagi qiyinchiliklarimiz, mana oilaning oldida, farzandlar oldida ba'zi bir narsalarni qilolmayotganimiz, bu narsalar bari bizni sog'lom fikrlamayotganimizdan kelib chiqar ekan. Yugurmagan odam, sport bilan shug'ullanmagan odam, xullas. Miya tizimi zo'r rivojlanmayotgan odamni baribir. Shuning uchun muammolar kelib chiqadi. Muammolar yechimlarni bilmaydi. Muammolar yechishni o'yiniga muammolarni qochishni o'ylaydi. Xullas, sabrsiz bo'ladi. Xullas, harakatda barakat degan gap ham o'zi bekorga chiqmagan o'zi. Avvalo bu qilingan harakatni, barakatini bu birinchi bo'lib miya ko'rar ekanda. Miya shu harakatdagi barakatni ko'rib, odamni fikrlashini o'zgartirar ekan, xullas. Keyin yashovdagi barakat ham kelar ekan. Ibodatdagi barakatlar keladi inshaalloh. Shunaqa. Biz bu orqa qolib ketayotganimiz sababchisi, bu yagona sababchilardan bittasi. Masalan, top 3 ta sabab bo'lsa, birinchisi bu o'zimizni tanamizni haqida g'am ko'rmaganligimizdan va tanamizni qiynamaganligimizdan, uni rivojlantirmaganimizdan kelib chiqar ekan. Hozir mana boya aytganimdek, jilaniya bor, dihaniya bor, lekin oyoq og'riqlari, bel og'riqlari, ular og'riqlarni hammasini sezyapmiz-da. Oyog'imiz borligini sezyapmiz. Xullas, shunaqa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sport bilan shug'ullaninglar. Sport bilan shug'ullansanglar, miya rivojlanar ekan. Miya keyin bu aytganimdek pozitsiyasida turar ekan. Xullas, odam pozitsiyasida turish uchun yugurish kerak. Xullas, hamma narsaga yugurishdi. To'g'rilab olsa bo'lar ekan, xullas. Adashmaysiz. Ishonavering.